Alo. Dugon yaxshimisan? Ha, yaxshi yuribman. Yo'q-e? O'zing yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi o'zing? Rahmat, maktabda o'qib yuribman. Men ko'chada edim. Mayli, rahmat. Jamoat joyida baland ovozda emas, telefonda gaplashish madaniyatiga amal qilgan holda suhbatlashish kerak. Yana nima gapiradi? Chiqindilarni belgilangan qutilarga tashlang. Negaki, tabiatni muhofaza qilish bizning burchimiz hisoblanadi. Kattalarga yo'l berish tarbiyaning eng asosiy belgisidir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tarbiya va odobning boshi salomdan boshlanadi. Shunday ekan, salomni to'liq va tiniq aytishimiz zarur. Assalomu alaykum. Bilet berib yuboring menga. Bizga berib yuboring. Madaniyatning yana bir namunasi bu jamoat joylarida tartibni saqlash va navbat kutishdir. Mana videoni ko'rdingmi? Hozir senga tashlab qo'yaman. Ovqatlanish madaniyatining o'z qoidalari bor. Ya'ni, ovqatlanish vaqtida uyali telefondan foydalanmaslik hamda taomni o'ng qo'lda yeyish.